Assalomu alaykum. Maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyalanuvchilarni BIBAT dasturi orqali davomat qilishda uchrayotgan xatolik, ya'ni mobil guruhlar va majburiy guruhlardagi tarbiyalanuvchilarni davomat qilishda siz lokatsiya hududida emassiz degan muammo chiqyapti. O'sha muammoni hal qilish uchun nima ish qilish kerak? Demak, tarbiyachi o'zining login paroli orqali BIBAT dasturiga kiradi va guruhlar bo'limiga o'tadi. Keyin telefonning o'sha lokatsiya ma'lumotini uzatish uchun lokatsiyasini yoqib qo'yadi. Keyin davomat qilishni bosganda lokatsiya ma'lumotlarini tekshiryapti va siz ruxsat etilmagan joylashuvdasiz degan xatolik beryapti. Bu xatolikni hal qilish uchun, misol uchun, mana shu ikkinchi majburiy ta'lim 84-maktab guruhi tarbiyachisi davomatni amalga oshirish uchun ushbu guruhining ichiga kiradi. Ichiga kirib, o'zining guruhidagi tarbiyalanuvchilar ko'ringandan keyin davomat qilish knopkasini bosadi. Bu holatda kameraga ruxsat beradi va ushbu BIBAT mobil ilovasi lokatsiya ma'lumotlarini so'ramaydi. Sababi ushbu guruh BIBAT dasturida ochilganda, mana shu guruh, demak, ikkinchi majburiy ta'lim guruhi BIBAT dasturida maktab hududi, bog'cha hududidan tashqarida sifatida ochilganligi uchun bu guruhni davomatini qilishda lokatsiya ma'lumoti so'ralmaydi. Lekin bitta tashqarida turib umumiy guruhlar ko'rinib turgan joyda davomat qilishni bossangiz, siz joylashuv hududida emassiz degan xatolik beradi. Demak, aytganimdek, ushbu guruhning ichiga kirib, keyin davomat qilish knopkasini bosgan holatda tarbiyalanuvchilar davomatini amalga oshirish kerak bo'ladi.